Birinchi raund. Kelasi ham chapaqay. Asadxo'ja oyoqlarida zo'r ishlaydi. Yengil harakat qiladi ring bo'ylab. Aniq va kuchli zarbalari bor. Hozir oldingi qo'li bilan ishlayapti. Mana bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Javob qaytarishga urinmoqda Yevgeniy. Tana qismga zarba, bosh qismga jab o'tdi Asadxo'jadan va masofani darhol qisqartiryapti Yevgeniy klinchga kirib. Yaxshi, Asadxo'ja doim harakatda. O'zidan o'ngga yoki chapga o'tib hujumlarga o'tyapti. Mana bu yerda to'xtab qolish kerak emas. Demak, Yevgeniy aynan Asadxo'janing hujumidan keyin javob zarbalarini berish rejasi bilan ishlayotganligini ko'rsatyapti. Yaxshi, mana metodik tarzda ishlash kerak nazarimda. Asadxo'ja to'xtab qolish kerak emas. Klinchdan chiqishda ehtiyot bo'lish kerak. Tana qismga zarba, yaxshi jab, bosh qismga yana bir urinish. Yaxshi chap qo'lda ham zarba yo'llayapti. Asadxo'ja hozir ehtiyot bo'lish kerak. Yaxshi oldinga tashlandi va o'ng qo'l jab zarbasi bilan aniq zarba yo'llay oldi Asadxo'ja. Yana o'ng qo'l faol unda, chap qo'lini hozircha saqlab turibdi. Qandaydir boshqa kombinatsiya uchun bo'lsa kerak. Mana bunday zarbalar bilan kutib olganligini ko'ryapmiz takroriy lavhada. Va Asadxo'ja birinchi raundda ustunlikka erishdi. Corners, seconds out. İkinci round. Round 2. Asadxo'ja tanaga zarba bilan boshlayapti bu raundni. Ta'qib qilishda davom etmoqda Koel. Ketma-ket zarbalar Mo'ydinxo'jayevdan. Sal aniqlik qo'shish kerak. Yaxshi chap qo'lda ajoyib zarba.
Asadxo'jadan yaxshi. Boshga ehtiyot bo'lish kerak. Qaltis kirib boryapti Yevgeniy. Yaxshi tana qismga zarba darhol javob qaytarishga urinmoqda rossiyalik bokschi. Yana bitta hujum. Yaxshi o'tkazyapti hozir Mo'ydin Xo'jayev. Zo'r masofani saqlayapti. Hujumdan keyin himoyani unutmagan holda jangni davom ettirmoqda Asadxo'ja. 20 soniya. Tanaga ehtiyot bo'lish kerak. Tugadi ikkinchi raund. Va bu raundda ham taktik jihatdan barchasini to'g'ri bajardi Asadxo'ja. Zarba, masofa, qavatlar bo'yicha ishladi. Bir joyda turib qolgani yo'q. Oyoqlarida faol bo'ldi. İkinci raund ham bizning foydamizga. Corner, seconds out. Uchinchi hal qiluvchi raund. Round 2. Yo'q, round 2 emas. Hop, davom etamiz. Faollashdi Ko'l. Oldinga boryapti. Yaxshi kutib olyapti uni Asadxo'ja. Mana bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Vaqtida qo'lini ko'tardi. Blok qo'ydi Mo'ydin Xo'jayev. Qaytarish kerak. Yaxshi mana. Sal erkinlik his qilgan edi Yevgeniy Ko'l, go'yoki uning zarbalari o'tib raqib javob qaytarmaydigandek, ammo Asadxo'ja Mo'ydin Xo'jayev bunday emasligini bitta aniq kuchli zarba bilan ko'rsatib qo'ydi. Zo'r endi oyoqda yengilroq ishlash mayli, endi klinchda ham vaqt o'tkazsa bo'ladi. Lekin o'zi yaxshi chiqyapti harakatlari. Mo'ydin Xo'jayev to'liq nazorat qilyapti. Raqib yaqinlashishini, masofani yaxshi. Oldingi qo'l bilan yondan zarba o'tdi.
1 daqiqa qolyapti. Oldinga tashlanyapti yon zarba bilan. Gol. Yaxshi. Endi ozroq ring o'ylab so'nggi soniyalar bo'ldi, tugadi. Masala qoldirmadi. Asadxo'ja Mo'ydonxo'jayev, Farg'ona viloyati Rishton tumani vakili, bu jangda o'z ustunligini namoyish etdi. Please welcome professional boxer and the grandson of Muhammad Ali, Nico Ali Walsh. And now, ladies and gentlemen, at the end of 3 full rounds, we go to the judges at ringside. They see this contest as a win on points, declaring your winner by unanimous decision. Fighting out of the red corner, Asadxo'ja Mo'ydonxo'jayev, do'stlar, Asadxo'ja Mo'ydonxo'jayev. 67 kg vazn toifasida jahon chempioni.